Bizda har doim topiladigan mahsulotlardan juda ham oddiy lekin mazali bo'lgan pirog tayyorlaymiz. Qulupni, gilos, malina xohlagan mevalaringizni olasiz, yuvib tozalaysiz. Gazga qo'ysa bo'ladigan idishga solib, ustidan shakar, kraxmal solib aralashtirasiz. Gazga qo'yasiz, bir qaynab chiqib quyilgach sovutasiz. Alohida idishga 2 dona tuxumni chaqasiz, ustidan shakar solib, yunchukda yaxshilab shakari eriguncha aralashtirasiz. Qatiq yoki kefirga iste'mol sodasini aralashtirib, massaga qo'shasiz. O'simlik yog'i, elangan unni solib bir xil massaga keltirasiz. Massani ikkiga bo'lib, biriga kakao qo'shasiz. Kakaoni har doim gollandskiysini ishlating. Qolipni yog'lab, avval kakaoli massani, ustidan gilosli konfityur, eng ustiga qolgan ikkinchi massamizni quyamiz, qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Pirogim pishguncha o'g'lim bilan qizimning qanchadan beri ketmayotgan kiyimlaridagi dog'ni ketkazamiz. Korzinka do'konlarda sotilayotgan bavi poroshogidan solib, qaynagan suv quyasiz, ivitib qo'yasiz. Qarabsizki, bir zumda dog'lardan asar ham qolmaydi. Xavotir olmang, allergiya qo'zg'atmaydi. Kiyimdagi dog'larni ketkazgunimcha mazali pirogim ham tayyor bo'ldi. Umuman mubolag'a ishlatmasdan ayta olamanki, sovishga ulgurmadi. Xo'jayinim va bolalarim bir pasda yeb qo'yishdi. Oyimga rahmat deb qo'yishdi. Retseptni saqlab oling va albatta tayyorlab ko'ring.